3 bölekке bölünüp sözlendi dostlar. Bir bölekning yeteklişini tügetkendan keyin pakiz. Andan ikkinchi bölekке o'tamiz. Ya'ni bizning darslarimiz asosan shundoq bo'lib, mushu kitobimizmi 3 bölekке bo'lib sözlengan. Faqat mushu kitobning 2-chi, 3-chi, 4-chi qismining yeteklishini biz mushu o'rganuvchilarning talabiga asosan faoliyat bahada, ya'ni e'tibor bahada qilib berdik. Hozir 30 yurishdak so'g'atlik qoldi. Mushu so'g'atliklar tukkanda faoliyatmi oyoqlashidi. Mushu yet bayram munosabati bilan o'rlashtirib oldik buni hamda. Shuningga necha kundan fursatni saqlab turgan do'stlar, e'tibor bahada qilib bersangiz bo'ladi deydigan do'stlar. Yolg'iz onalar men bolalarimni o'qitmasam bo'lmaydi, iqtisoddan sal qiyinchilik bor degan ajsanglar foydalanib qolsanglar bo'ladi. Degan hamda o'rganmoqchi bo'lgan mazmun mushu Jinshen bilan Weishen degan so'zning farqini so'rabsizlar. Haqiqatan bek yaxshi savol bo'pti. Jinshen, Weishen ikkinchisi xatarlik degan ma'noni bildiradi do'stlar, lekin ishlatilgan o'rni o'xshamaydi. Ketib bordi ya. Jinshen deganimiz mush odamni bir xil xatarlik his qildiradigan, odamni bir xil jiddiylashtiradigan, ma'vu bir his tuyg'udagi xatarlikni bildiradi. Avu Weishen degan so'z bo'lsa, shu ishning o'zi aslidan xatarlik ekanligini bildiradi. Masalan, 酒后驾车是危险的dedik. 酒后驾车是危险的. Aroqdan keyin, aroq ichgandan keyin mashina haydash bu bir xatarlik ish degan gap. Bu ishning o'zi xatarlik bo'lganligi uchun Weishen degan so'zni ishlatamiz. 他酒后驾车让我感到很惊险 degan bo'lsa, 他酒后驾车 u aroqdan keyin mashina haydab 让我感到很惊险. Meni intayin xatar ichida qolgandek, bunda xatarlik bir ish qilgandek his qildi degani bildirdi. 让我感到很惊险. Bu yerdagi 惊险deganimiz his tuyg'udagi xatarlik his qilish deganni ko'rsatadi. Yana masalan, 乱碰电线是危险行为dedik. 乱碰电线是危险行为. Shu to'ksimiga qalaymoqan cheqilish bu bir xatarlik bo'lgan harakat, xatarlik bo'lgan qilmish dedik. 乱碰电线是危险行为. To'ksimiga qalaymoqan cheqilish xatarlik bo'lgan qilmish. 消防员冲进大火救人。消防员冲进大火救人. O't o'chirgich xodim o'tning ichiga kirib odam qutqazdi. 这个场面很惊险. 这个场面很惊险. Bu ko'rinish to'liq xatarlik deb, bu yerda ham shu ko'rinishdan bir his qilganlari, his qilishdagi xatarlik bo'lganligi uchun 惊险ni ishlatdik. 这个场面很惊险. Bu ko'rinish intayin xatarlik bo'ldi deb. Tushuna oldinglarmi? Farq. Weishen degan so'z ishning o'zi aslidan xatarlik. Jinshen degan so'z bizning his tuyg'umuzdagi xatarlik his qilish bekroq eshib ketgan mundaq ahvol bo'lsa, Jinshenni ishlatamiz. Faoliyatdan unumli foydalanishni unutib qolmanglar do'stlar. Buningdan keyin endi faoliyat desanglar, shu bizning vaqt qisib bo'lgandan keyin yana birisiga bizning yetaklashimiz, dars so'zlab ko'plam tashlab qo'ydigan ahvol yo'q. Sizning ig'izcha, yoziqcha topshiriqlaringiz, kundalik o'rganish ahvollaringizni ko'zitib turadigan, haydakchilik qiladigan, topshiriqingizni tekshiradigan ish bo'lgandan keyin biz undaq töven holatda qilib bersak, o'rganuvchilarning soni eshib ketadi, biz yetishib olmaymiz. Ya'ni biz endi hammadan qabul qila oladigan holatda bek töven qilib qo'ysak, o'rgangisi haqiqiy bog'lama kirdi, o'rgangisi yo'q. Bundaq bir vaqtli qiziqish bilan qiziqib qolganlarmi kirdi. Shuning bilan bu o'ngma kirdi, ta'tirmi kirdi, bu bir zahoytan. Bizmi ham yetishib olmaymiz. Shuning uchun eng bek o'rgangisi bog'la qabul qila oladiganlar izlasin bizni deb izchil shu bir ritmda, shu bir bahada kelayotgan, lekin o'ttirda shu yolg'iz onalar deymiz, bek iqtisodiyotda sal qiyinchilik bor, to'varoq qilib bersangiz bo'pti degan gaplar jiq bo'lib ketganligi uchun endi mushu et bayramdan foydalanib men bir qilib beray deb meni o'rlashtirdim do'stlar. Hamda o'zimning ko'ngil so'g'is bo'lgan so'g'atliqlarni tayyorladim degandek. Shunga mush qatim foydalaninglar. Buningdan keyin endi faoliyat qilib bermamsiz, u bu degandek gaplarni qilib meni bek xijil qilmanglar. Buni men kitob tukkichi qadar degandek o'rlashtirish qilib berdim. Yana necha xil tanlashni qilib turibmish faoliyatimiz-ku, sizlarning ehtiyojinglar qarab turib deganda qilib berdim. Shu mushqatdan foydalaninglar. Buningdan keyin endi men yana faoliyat desanglar, boya degandek mening hamma odamni xulmatdan qilib ekirib olib, bu yerga o'zimning zehnimni, boshqalarning vaqtini isrof qilgim yo'q. Men faqat haqiqiy o'rgangisi bor, haqiqiy unum yaratib o'rganish qila oladigan o'rganuvchilar lozim.